Ko'ngil xushligingga sherik bo'lsam nima deysan? Sen kimsan? Buyuk Jo askarlarni kirishini taqiqlagandi. Buni bila turib qonunni buzyapsanmi? Shunday katta shaharda boshqa odam yo'qmi deyman-a? Bitta odamimning o'zi bir guruh askaringni yer tishlatadi. Sen bo'lsa yolg'iz kelibsan. Miyang bilan urushib qolganmisan deyman-a? Senlarni bir yoqlik qilish uchun bir kishini o'zi ham yetarli. Kela qol. Qani arslonlarim, kela qolinglar. Mana bu yer yutkur noligini ko'rishni istayman. Dajoga qarshi chiqqanlar. Albatta o'lish kerak. Siz farishtamisiz? Men qo'riqchiman. Kiyimingizni alishtirib oling. Direktor Lin, hali ham birorta xabar yo'q. Yana 10 daqiqa kutamiz. Kutmanglar. U bu yerga kelmaydi. Buni sen qildingmi? Sizlar borgan sari haddingizni bilmay qolyapsizlar. Kompaniyamizni yo'q qilmoqchi bo'lyapsanmi? Yo'q. Lin Xiao seni qo'lingda ekan, u o'zidan o'zi yo'q bo'lib boradi. Lekin men bo'lsam, yuksaklarga ko'tarardim. Lin Bayway. Agar Hiyayubinga nimadir bo'lib, Lin Hao kompaniyasi seni qo'lingga o'tgan taqdirda ham sen bir noshudsan. Yo'q. Xiao Bingga nimadir bo'lishi mumkin emas. Men seni bir yoqli qilganimdan so'ng uni menga o'zlari olib kelib berishadi. Ana o'sha vaqtda sen Lin Xiao kompaniyasini yo'q qilgan odam va men esa uni saqlab qolgan odam bo'laman. Haloyiq, hozirgina biz bir noxush xabar oldik. Bizni mashhur yulduzimiz Malika Xiaobin izsiz yo'qolgan. Direktor Lin, bizga tushuntirib berishingiz kerak. Ey xudoyim, bu Ling Hao guruhini boykot qilishi mumkin. Ling Xiao kompaniyasining aksiyalari allaqachon pasayishni boshladi. Bir necha soniya ichida o'nlab milliard dollarlar havoga uchib ketadi. Qolgan tafsilotlarni bizga albatta Lin xonim tushuntirib beradi. Men xonim aksiyador qo'ng'iroq qilyapti. Bu hodisa allaqachon sodir bo'lib bo'lgan. Sizlar esa bahona qidiryapsizlar. Direktor Lin, bizni haqiqatni bilishga haqqimiz bor. Ling Hao kompaniyasi tezroq qulagani ma'qul deb o'ylab qoldim. Ling Yehue, siz hali Hiyayubingni butun dunyodagi muxlislaridan kechirim so'rashingiz kerak. Javob ber. Ahmoqlar, nima qilib qo'ydingiz? Hozir katta biznes vakillari biz bilan hamkorlikka nuqta qo'yishadi. Ling Xiao cho'kib ketadi. Bundan keyin yo'qotishlar milliardlarga borib taqaladi. Iste'foga chiqaman. Iste'foga chiqasan, o'zingni kim deb o'ylayapsan? Iste'foga chiqish bilan muammoni hal qilib bo'ladimi? Ahmoq. Haya. Opajonim, ertaroq sen bu kompaniyani menga topshirganingda, hozir bunday narsalar bo'lmasdi. Sen rostdan ham noshudsan. Nahotki shunday cho'kib ketaveramanmi? Direktor Lin, kuyovdan so'rab ko'raylikmi? Qayoqqa? Uni topgani. Men bu haqiqatdan uzoq ekanini bilaman, ammo bundan boshqa umidim ham yo'q. Va menga hozir mana shu tavakkal juda ham kerak. Sizlar judayam ahmoqsizlar. O'sha so'tak Hiyayubingni olib kelaman degan gapiga shunchaki ishonyapsizlarmi? Bunday bo'lmaydi. Jinxiao, hozir qayerdasiz? Boshingizni ko'taring.
Biz keldik. U Xiya xonim, Malika Xiya xonim Demak, keldi. xonim, daraksiz yo'qolmagan ekan. Bu bo'lishi mumkin emas. U qanday qilib Xiyayubinni olib keldi? Axir u ibodatxonada edi. Siz bu ishni qanday hal qildingiz? Shimim ozgina yirtilibdi. Jamoat joylarida ehtiyot bo'lish kerak. Barchangizni ko'p kuttirib qo'ydik. Xiyo xonim, sizni yo'qolib qoldi deb juda xavotir oldik. Rostdanmi? Hozir kech qolganimizning asosiy sababi sizlarga katta yangilik aytmoqchiman. Qanday yangilik? Men Ling Hao kompaniyasi bilan hamkorlik muddatini 3 yildan 10 yilgacha uzaytirishga qaror qildim va hamkorlik to'lovi 0 ga teng. Nima? Xiya xonim, siz rost gapiryapsizmi? 10 yilga. Uni ustiga siz har yili shartnoma qilish narxingiz 10 milliard edi-ku. Albatta rost gapiryapman. Ammo mening birgina shartim bor, direktor Ling. Qanday shartingiz bor? Bu Jin Hao meni shaxsiy qo'riqchim bo'lishini istayman. Bu Jin Hao meni shaxsiy qo'riqchim bo'lishini Bo'lish Rad mumkin etaman. emas. Jin Hao meni shaxsiy qo'riqchim va turmush o'rtog'im bo'ladi. Xo'sh, tushundingizmi? Ha, u to'g'ri aytayapti. Yaxshi. Unda men hozir aytgan gaplarimni qaytib olaman. Ammo Beyduda kerak bo'lganda paydo bo'lib meni himoya qilish kerak. Aks holda shartnoma bo'lmaydi. Meni qo'rqityapsizmi? Albatta bo'ladi, Xiya xonim. Men hoziroq bitta yangi shartnoma chiqarib kelaman. Shart emas, o'zimda bor. Men hozirgina shartnomani chiqartirish uchun borgandim. Direktor Lin, marhamat. O'tiring. Hamkorligimiz qutlug' bo'lsin. Siz u bilan tanishmisiz?